Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Chinoz baliq bozorida dudlangan baliqlarga o'tdik. Mana baliqlarni ko'ringlar, zo'rlari, sifatlilari shu yerda. Keling, bu qanaqa baliq bu? Tariq so'lib yirik kattasi ekan. Narxi qanaqa bu? 60 ming, ha, bu yoqda ekan. 60 ming 1,5 tepa. Xudo xolasa 60 ming bugungi narx. Xudo xolasa. Bu maydalarichi keling. Selim 20 mingdan, bu ham tariq so'libmi? Tariq so'lib. Ko'ringlar. 1 kilo atrofida 20 ming. Ko'proq olsa arzon bo'ladi. Bitta to'g'ri nechta bo'ladimi, jami? Mana shu bitta to'g'ramiz nechta bor? 60 ta 70 ta. Taqlanishiga bor. Demak, taqlan ta'mi zo'r, svejiy. Bo'ldi. Ishtahani qitirlatib hidi bor. Degan malades. Boshqa joyga qitirlab ketamiz. Gapi, maydasi qancha bo'lyapti maydalar? Maydalar aka 15 ming. 15 ming, gapi. Maydalar donasi 15 ming, Donasi 15 ming. 10 mingdan ham bormi? Bor, mana men bilan 10 ming. Aksiya ham bular, ha? Kichkina 10 mingdan. Gap yo'q. Siz ko'taringlar. Bu yoqda aka qanaqa baliq bu? Bu 2 tepa aka. 2 tepa tasoluklar. Tasoluk. Gap yo'q. O'zingizlar qilgansizlar, xudo svejiy. Aka narxi qanaqa bo'lyapti narx? Qo'ni qo'shni bilan qilganmiz. 75 ming. 75 ming, xudo xolasa. Gap yo'q. Bular aka. 65 ming. 60 ming. Bu tasolukmi? Ha, tasoluk. Ko'p taqlangan ekan bunga. Bu qancha ketgan shey bunga? 50 ta chiqib qoladi. Katta ekan, katta taqlangan bo'ldi. Katta baliq. Katta baliq yeydiganlarga kattasi yirigi zo'ri. Bo'ldi bu aytsa hozir. Qancha bo'ldi? Bular 40 ming. 40 ming. Bu ham mana shunaqa baliq hammasi bular, ha? Bular sotilgan baliq aka. Bular sotilgan, bo'ldi. Bular 40 mingdan, 60 mingdan, 75 mingdan. Ha. Sizlar baliq olaman deganlar, Chinozga kelsanglar zo'rlari bor. Qiziqar telefon raqam qoldiramizmi? Telefon kerak emas. Telefon kerak emas. Demak, savdo chetda bo'laveradi. Keling, savdo. Kelsa, ko'rsa oladi. Yoqqan joyga olaverasizlar. Charchamanglar, sog' bo'ling, savdolar bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Devona yoqib keladi. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Bu Afrika laqasi bu. Afrika qancha bo'lyapti dudlangani? Qancha? Ha, 50 mingdan boshlanadi. Bo'ldi, 50 ming mana. Mana bu shuymi? Sudaga keling. Keling. Mana sudaga qancha bo'lyapti? Sudak 100 ming. 100 ming. Mashhurlik ekan, yaltirlab turibdi. Svejiy xudo xohlasa baliqlarni ko'ryapsizlar. Zo'rlari. Men xuborlarni jo'natmiz. Sizga oldin xuborlar kelayotgan yo'q. Gap. Mana qancha? Xudo o'lganlari kelyapti. Sekin bilan keladi ekan. Qancha bo'ldi mana bular? Qaysi 15 ming qilaveradi. 15 ming. Gap, 15 ming. Duxi bormi, oladiganmi? Bor. Kelasiga duxi bolalar mana narxlarni ko'rsatyapti, eshitadi. Hazm qilar, kelsaga hazm bo'lib kelishadi. Charchamanglar, savdolar bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormanglar. Keling, narx qanaqa bo'lyapti narxlari bugungi narx? Ikkitasi 35 ming. Bu tasoli baliqmi? Necha kiloliklar bular? 8-9 ha. Mana bu kattaroq ekan. Bu necha kilolik bular? 1,5 tepa. Qancha narxi? 40 ming so'm bo'ldi ya. Bu qanaqa baliq keling? Bu ham tasolibmi? Bu qancha narxi? 1 kiloliklar 20 ming. Demak 20 ming, 40 ming, 35, ikkitasi 35 ming, to'g'rimi? Mana ko'ringlar. Bu to'g'ri nechta ketgan bu to'g'riga? 50 ta ketadi, 40-50 ta ketadi. Keling, charchamanglar, sog' bo'ling, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin.